G'ulom aka, Ha, ne o'zgarib qolgansiz? o'zgarmaganmi? O'zgargansiz. Menga vaqt ajratmayapsiz, e'tibor bermayapsiz. Menga e'tibor beraman. Achkingni qara. Qarochi bo'pti senga. G'ulom aka. Baho tezroq taxlalari. Esi gaplashgan qizimmi? Mehrini soboni sanmisan? Mehrni soyo, Bononi o'zi. Tushunmi? Voy. Qizlar nimaga gaplashmayotgan payti chiroyli bo'lib ketaveradi, ha? Futbolkalar nechi pul? 79 mingdan. Arzon ekan-a? Ha? Senga o'xshab. Ha? Bitirovkalar 99 mingdan. Arzonligiga qoyil qolyapsizmi? Yo, o'sha paytlar sen bilan qanaqa qilib gaplashganing man deb o'ylayapman. Jogershim shortili 99 mingdan. Kimga olsan o'zi? Yigitimga. Yigitingga? O'sha topib oldingmi? Senga nima? Oyoq kiyimlar 99 mingdan. Tapishga krokslar 79 mingdan. Senga bitta gap aytaymi? Ha? Misol uchun uyingda dazmol buzilib qolsa, yengisiga yopishib yurish kerak emas, uni tuzatish kerak. Menga qara Bonu. Sevgimizdan tiklaylik. Meni kechir. To'g'risini aytsam bu bola bilan sizni unutish uchun yuraman. Men roziman. Yes! Jonim o'zim. Qanaqasiga xos chiroyli-ku o'zgarib qolibsan. O'zgarmadim, o'shnaqaman-ku. Qarochi, oramizni ochib, baxtli bo'l. G'ulom aka. Ha? Niye unaqa qilibsiz? Hozir bu darajada chiroyli emasding-ku. Bo'pti, menga qara. Gaplashmaymiz, lekin gaplashamiz. Lekin hozirgidek chiroyli bo'lib qolgan. Jinniroqmisiz, gaplashamizmi, yo'qmi? Gaplashamiz. Yes! Voy, hazırlaştık gaplashmaymiz. Qo'sh qanday kelma. Albatta. Hazırlaşdik-ku.